Bir shoh o'zining xizmatkorining ayoliga oshiq bo'libdi. Bir kuni bir shoh sayr qilib yurib nihoyatda go'zal ayolni ko'rib qoladi va unga oshiq bo'ladi. Darrov biladi, bu ayol uning oddiy xizmatkorining xotini ekan. Shoh hiyla ishlatadi. Xizmatkorni chaqirib uni boshqa shaharga yuboradi. Xizmatkor yo'lga chiqadi, lekin yo'lda xatni uyda unutganini bilib ortga qaytadi. Shu payt shoh yashirincha uning uyiga kelib eshikni taqillatadi. "Eshikni och, men shohman" deydi. Ayol esa javob beradi: "Erim uyda yo'q." Shoh jahli chiqib: "Menga ering emas, sen keraksan. Och eshikni." Shunda ayol juda sokin qilib shunday deydi: "Haqiqiy sher hech qachon boshqa hayvon qoldig'iga tegmaydi. U faqat o'z o'ljasini tanlaydi." Bu gap shohga qattiq tegadi va u indamay ortga qaytadi. Shu payt xizmatkor uzoqdan buni ko'rib hammasini tushunadi, lekin hech kimga hech narsa demaydi. Vaqt o'tadi, keyin ayol akasi bilan erini qoziga olib boradi. Ayblaydi: "Biz unga pok bog' topshirgandik, u esa buni buzdi." Xizmatkor esa shunday deydi: "Bu bog' faqat meniki bo'lishi kerak edi, lekin unga begona qadam bosganidan keyin u menga harom bo'ldi." Shu payt shoh chiqib keladi va haqiqatni aytadi. Hech kim bu bog'ga tegmadi, hatto qarashga ham jur'at qilmadi. Shoh ayolning vafosini, xizmatkorning sadoqatini tan olib, ikkalasini ham mukofotlaydi. Xulosa shundaki, haqiqiy poklik nazorat bo'lmaganda ham to'g'ri qolishdir. Yana shunaqa hikoyalar bo'lishini xohlaysizmi? Kommentda yozib qoldiring.